Vodiy Toshkent bo'yicha qatnaydigan taksi akalarimiz bir kunda qancha pul topishadi va qanday qiyinchiliklari bor odamni qayerdan olishadi, shu haqida batafsil video qo'yaman. Hozir qish bo'lgani uchun 6 bo'ldi. Kechki payt 6 dan odam olishni boshladim. Bu uchun nima qilamiz? Telegram kanallardan odam olamiz, ko'chalardan odam olishni, PTdan odam olishni imkoni yo'q hozir. Birinchi ishda Telegram gruppadan boshlaymiz. Ya'ni Shopir akalar gruppasi bor. Shunaqa gruppalarga kirib qarab ko'ramiz. Naqd 3 soat davomida gruppa kanallardan odam oqtardim va oxiri Umra ziyoratidan kelayotgan hojilarni kutib olish uchun qarindoshlar ketayotgan ekan. Shu insonlar topdim, 4 kishi bo'ldi va ularni olib soat 1 da kechasi Toshkentga qarab yo'lga chiqdim va ertalab aeroportga yetib keldim. Ko'rganlaringdek, obedgacha aeroportda ularni kutdim. Eng qizig'i, stenka soati 10 ming so'mdan ekan. 5 soat turganim uchun 50 ming so'm stenkaga pul to'ladim va Toshkentdan qaytdim. Vodiyga qarab yo'lda gazlarimni qo'yib berishdi, borda keldi va undan tashqari 700 ming so'm pul berishdi. Xullas, meni sof daromadim 700 ming so'm pul bo'ldi. Lekin yo'lda bilmaydigan insonlarga tavsiya qilmayman, chunki yo'lda juda ham radarlar ko'p. Agar ikkita radarga tushadigan bo'lsang, sof foydalangan ayrilib qolishing hech narsa emas. Ko'rib turganlaringdek, hamma ishda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, ayniqsa taksichiligida.